Biz odatda mana shu namoz vaqtimizni olayotganga o'xshab tuyuladi bizga. Go'yoki namozni tezroq bitirsak, boshqa ishlarimiz baroridan kelib ketadi-yu, ko'proq boshqa ishlarga vaqt ajratadigandek tuyuladi. Ba'zi odamlar bor, namoz shunaqa endaligi, umuman dindan uzoq bo'lgan odamlar bir kunda 5 mahal namozga 1 soat vaqt ketsa, u 1 soatda ancha ish qilsa bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida namoz vaqt jihatidan vaqtni barakaga to'ldiradi va tartibga soladi aslida. Siz peshindan keyin, shomdan keyin, xuftondan keyin deb namozga bog'lab vazifani, agar biror vazifani bog'lasangiz, o'sha ishingiz zo'r ketaveradi. Mana bomdoddan keyin har kuni bir pora Qur'on o'qiyman deb masalan vazifa qilsangiz, sizni kuningizni tartibga solib beradi namoz. Ikkinchidan, inson hech qachon 24 soat ishlay olmaydi. Hozirgi kunda yoga degan ana buddistlarning mashqlari bor. Yoga mashqlari deb juda mashhur. O'tirib olib, chordana qurib o'tirib olib, nafas olib, nafas chiqarib, bu yoqqa qarab, bu yoqqa qarab shunaqa qilib 1 soatni o'tkazadi. Shu yoga hozir Yevropada nihoyatda keng yoyilgan. Nega desa, unda diniy mazmun qolmagan. U kundalik mashg'ulot. Nega u mashg'ulot desa, kunda 1 soat, 2 soat inson ana shunaqa ruhan tinch mashg'ulot o'tkazish kerak ekan. Shunda kunning qolgan qismi samarali bo'lar ekan. Mo'min musulmonlarda namoz xuddi shu. U boshqa fazilat ibodatlardan tashqari bugun insoniyat 20-asrga kelib rosa kallasi ishlab tajribalardan xulosa qilib, yo'q, har kuni inson vaqti samarali bo'lishi, mehnat samarali bo'lishi uchun 1 soat, 2 soat ruhan tinch mashg'ulot o'tkazish kerak ekan degan xulosaga kelgan bo'lsa, musulmonlar 5 mahal namozda xuddi shu ishni erta qachon ado qilib kelgan. Shuning uchun namozni shoshib, tez o'qib boshqa tomondan yutaman degan gap xato. Rasul akram alayhisolatu vassalomning hayotlarini agar siz bilan biz, keyingi salaf solihlarni ham hayotlarini agar biz o'zimizning faoliyatimizga solishtirsak, 100 yil vaqtda ham u ishni qilib bitira olmasak kerak. Hozirgi potir-potir harakatimiz bilan hamda. Hazrat Navoiyni aytishadi. Hazrat Navoiyni SSR vaqtidagi gap bu. Navoiyning ijodini SSR vaqtidagi eng zo'r shoirning ijodiga taqqoslaganda 250 yil kerak bo'lar ekan Navoiyning asarini yaratish uchun. O'sha SSR paytidagi eng faol shoir falonchi bo'lsa, o'sha falonchining ijodini agar Navoiy ijodiga taqqoslansa, Navoiy yaratgan asarlarni yaratishi uchun 250 yil vaqt kerak bo'ladi degan xulosaga kelishgan. Lekin Hazrat Navoiy 5 mahal namozni jamoatda o'qigan. U SSR paytidagi ko'p shoirlar, adabiyotchilar namoz o'qimagan. Nega Navoiyniki samarasi ko'p? Chunki namoz baraka beradi va shu bilan birga tartibga soladi va haligindek insonga ruhan tinchlik bergandan keyin boshqa ishlardagi samara ortadi. Vaqt ko'p sarflaysiz, samara oz bo'lishi mumkin. Ozgina vaqtda ko'p samaraga erishish mumkin. Mana bu narsani bitta siri musulmonlarda namozda bo'lgan. Abu Ali ibn Sino 450 ta asar yaratgan. Shundan 200 dan ortig'i bizgacha yetib kelgan. Katta kichik asarlar. Ba'zi bir asarlari mujallad. Ba'zi birlari risola bo'lsa ham, ba'zi birlari mujallad kitob. Ibn Sinoning asarlarini odamlar o'rganib tugata olmayapti. Lekin Ibn Sino 5 mahal namozni jomiyada o'qigan doim. O'zi aytadi: "Men qachon bir ish mushkul bo'lib qolsa, jomiyga chiqib 2 rakat farzdan tashqari ham namoz o'qib Allohdan so'rardim, Alloh ilhom berar edi, masala hal bo'lar edi. Gohida tushimda hal bo'lardi, gohida o'ngimda ilhom bo'lar edi" degan Ibn Sino. Ana demak, ba'zi bir kishilarning tushunchasi bo'yicha bir kunda 5 mahal namozga tahorat va hokazo bilan 1 soat vaqt ketsa, uni o'rniga palonchi ish qilib tashlasam bo'ladi degan o'lchov bu noto'g'ri o'lchov. Xato o'lchov. Aksincha, namoz vaqtida o'qilsa, maromida o'qilsa, boshqa ishlarga ham inshaalloh albatta va baraka ketadi. Mana Rasul akram alayhisolatu vassalom hatto shom namozida ham kerak bo'lsa yarim porani o'qigan ekanlar 2 rakatga. Anfal surasi yarim pora. 2 rakatga. U biz
birorta joyda bunaqa o'qilmaydi. Bizda Xuftonda ham unchalik o'qimaymiz. Xuftonda ham ikki varaq bir betdan o'qiladi. Eng ko'p o'qilsa bir sahifadan o'qiladi. 2 sahifa o'qiladi. Anfal surasi 10 sahifa. Lekin shuncha undan tashqari mana biz shamoilni o'rgandik, ko'pchiligimiz xabarimiz bor. Bir kunda farz namozdan tashqari yana o'shancha namoz o'qiganlar. Lekin shuncha ishga qanday ulgurganlar? Baraka va tartib bilan. Namoz vaqtni oladi. Shuning uchun namozni tezroq bitirib boshqa ishga o'tishimiz kerak. Shunda biz ishimizda unum bo'ladi degan o'lchov, u noto'g'ri o'lchov. Balki namozni vaqtida, maromida qilinsa, o'shanda boshqa ishlarda ham samara ko'p bo'ladi. Bu quruq gap emas bu. Bu mana voqelikdan misollar bilan aytib o'tiribmiz hozir. Rasul akram alayhissalomning hayotlari misoli, sahobalarning hayoti misoli. Imom Buxoriy, salaf solihlarimizning hayoti misoli. Imom Buxoriyning ishini hozir samolyotda yurib ham qila olmaysiz. O'sha yilning ichida. Ular tuyada yurgan, shahar-mashahar. Hozir samolyotda bu yoqqa borib, xuddi Imom Buxoriyning qilganini qilaman deng, ulgurmaysiz, umr yetmaydi. Lekin ularga Alloh baraka bergan. Vaholanki Imom Buxoriy ham rosa ser namoz odam bo'lgan. Farz namozlarni o'qish, sunnat namozlarini o'qishdan tashqari nafl namozlari ularni nafl namozlari o'zi ko'p bo'lgan. Lekin tartib bo'lgani uchun va namozdan baraka bilganlari uchun ularning hayotida ana shunday baraka va ishlarida unum samara bo'lgan. Imom Buxoriyni yozgan asarini 1300 yildan beri o'rganib tugat bo'lmayapti. Imom Buxoriyni asarlari ustida olib borilgan tadqiqotlar minglab tadqiqot bor. Tugamayapti. Hozir yangi kitob yoziladi, yangi diplom ishi, yangi dissertatsiyalar qilinyapti. Nega desa, Alloh shunaqa baraka bergan. Shuning uchun biz Anfal surasini Shomda o'qigan bo'lsa, yarim porani, Xuftonda ham shunga o'xshagan qiroat bo'lgan bo'lsa kerak. Unda qachon boshqa ishga ulgurgan ekan degan hayolga kelishimiz mumkin. Buni javobi shuki, namozni agar maromida o'qilsa, boshqa ishlarda ham baraka bo'ladi. Va haligi miyani ishlashda samara bo'ladi. Namozda xushu bilan o'qing namozni deyiladi. Shu xushu bilan o'qilganda o'sha haqiqiy namoz bo'ladi. O'shanda buni biz ma'naviy, diniy jihatini qo'ying. Jismoniy jihatdan ham insonga haqiqiy manfaat xushuli namozda bo'ladi. Miyangizdagi qaynagan hamma fikrlar ketadi. Kallangiz tinadi, miya tinadi, fikrlar demak tiniqlashadi. Keyingi ish samarali bo'ladi. Ming o'tiraverganingiz bilan kompyuterning ustida yoki ishning ustida haligi kallasi ishlamagandan oyoq ko'proq ishlaydi deydi-ku. Miyada yaxshi bo'lmagandan keyin faoliyat o'z-o'zidan boshqa harakat ko'payadi, ish ko'p, samara kam bo'ladi. Lekin agar namozni xushu huzusi bilan vaqtida o'qib borilsa, ana unda miya ham yaxshi dam oladi va ishda ham samara bo'ladi. Uni savobi, Allohga yaqinlashtiruv, qurbat u boshqa masala. Jismoniy, dunyoviy manfaatni olib qaraganingizda ham namozda juda katta manfaat bor. Shuning uchun namoz mo'min kishining hayotida ajralmas ibodat hisoblanadi. Va uning samarasi mana bizning ajdodlarimizdan ma'lumki, ularning ijodidan ma'lumki, uning samarasi juda ham katta. Ayniqsa ijod ahliga juda ham kerak va boshqa ishlarga ham kerak.